Xitoyning har qaysi joylaridagi yuqum ahvoli kontrollikni yo'qotgan bo'lib, davolash tadbirlari yetishalmagan hamda vaksina emlash yetarlik bo'lmaslik va tug'ma immunitet kuchi kamchil bo'lish qatorliq ahvol ostida nurg'un Xitoylar davlat ichida ishlangan vaksinaning unimiga gumon bilan qaragan. Bütün dünya Xitoydagi Xitoy virus yuqumining yana bir qitim yer shari xarakterlik ofatga aylanib kelishidan ansirmoqda. Navbatda Amerika va Germaniya Xitoyning yuqumni qarshi turishiga yordam berish uchun orqa-orqadan vaksina bilan ta'minlashni xohlaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ularning hammasi Xitoy doiralari tomonidan rad qilingan. Dekabr oyining 5-ida Xitoy yuqumining oldini olish tadbirlarini bo'shatgandan keyin Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni birdanla ko'payib, o'lish nisbati favqulodda yuqori bo'lgan. Ammo Xitoy doiralari o'lganlarning sonining intayin tuvan ekanligini e'lon qilgan. Amerika Davlat ishlari kotibi Blinken 22 dekabr kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda yuqum ahvolini muzokara qilganda, navbatda Xitoyda keng ko'lamli tarqalgan yuqum ahvolidagi haqiqiy oshkorlikning xalqaro jamiyatga bo'lgan muhimligini ta'kidlab, Amerikaning eng chong vaksina ioda qiluvchi davlat ekanligini, Xitoyni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga davomli yordam berishga tayyor ekanligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Germaniya prezidenti bir necha kun ilgari Xi Jinping bilan telefonlashganda Xitoyning yuqumni qarshi turish uchun necha yuz millionlagan vaksina bilan ta'minlashni xohlaydiganligini bildirgan. Ammo Xi Jinping bu taklifni rad qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda nurg'un Xitoy fuqarolari Xitoyning ishlab chiqargan vaksinasining unumi va bexatarligidan gumonlanib, emlashni rad qilgan ekan. Xitoy yuqumning oldini olish va kontrol qilish boshqarish tarmoqi Davlatlik sahiya va davolash komiteti 26 dekabr kuni Xitoy virusi o'pka yollig'ini yangi tojsimon virus bilan yuqumlanish deb o'zgartganligini hamda 2023-yil 8 yanvardan boshlab virus bilan yuqumlanishning A darajalik yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini amaldan qoldirganligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarni endi karantin yuqumli kasalliklarini boshqarishga kirgizmaydiganligini e'lon qilgan. Xitoy doiralari mushu oyning 5-ida qattiq qamal qilish tadbirlarini bekor qilgandan buyon Xitoy virusi bilan yuqumlanish soni hukumat statistikasidagi kundalik xotiralaridan necha yuzasi ko'p bo'lib, Xitoy doiralari virus tarqalgandan hozirgacha bir qitim yuqum to'g'riliq rost so'zlamagan. Tanqidchilarning qarashicha, odatda Xitoy davlatlik sahiya va davolash komitetining kundalik yuqum ahvolini e'lon qilishni to'xtatish harakati xalqning Xitoy virusi bilan yuqumlanish va o'lim sonliq ma'lumotlarining texmi burmilanishini keltirib chiqarib qolmasdan, yana qarg'ularchi qamalni bekor qilish mas'uliyatidan o'zini qochirishni maqsad qilgan ekan. Xitoyda Xitoy virus yuqum ahvoli davomli ig'irlashib, yuqumlanish va o'lganlarning soni shiddat bilan ko'paymoqda. Xitoyning har qaysi joylaridagi doktorxonalarda bemorlar bilan to'shqan jasad ko'ydirish o'rinlarida o'liklarning rat-rat bo'lib yotgan jasadlar tortilgan sin ko'rinishlar davomli o'ttirg'i chiqmoqda. Ba'zi jasad ko'ydirish dafn o'rinlarida o'liklarning ko'pligidan ba'zi bir Xitoyning pul tepish uchun ko'ydirish uchrat biltin setib olganligi bayqalgan. Bu naq maydonda necha soat uchrat turgan kishilarda norozilik qo'zg'alib, ikki taraf o'rtasida to'qinish yuz bergan. To'qinishni saqchilarim besiq tura olmagan. Shuning bilan Xitoy bu xabarni to'sishga boshlagan hamda jasad ko'ydirish dafn o'rinlarini saqchilar o'tkazib olgan. 25 dekabr kuni to'rda Bejondagi asosiy doktorxonalarning o'lik sanduqining hammasining o'liklar bilan to'lganligi, davomli keltirilgan o'liklarni saqlaydigan yerning qolmaganligi, yerlik hukumat ya'ni Yuchuaningdagi to'nglatilgan go'sht sovuq saqlash omborlarining jami 15 ming jasad bilan to'lganligi, yana nurg'un o'likning sovuq saqlash o'rnining sirtiga qo'yilishga boshlaganlik sin ko'rinishlari oshkorlangan. 26 dekabr kuni Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining xabar qilishicha, bu ishdan xabardor bir qism kishilar jasad ko'ydirish dafn o'rinlari va doktorxonadagi ichinish sin ko'rinishlar oshkorlangandan keyin Xitoy hukumatida rasmiy andish paydo qilganligini, hozir har qaysi joydagi barliq jasad ko'ydirish dafn o'rinlarini xalq ishlari idorasi va saqchilar tomonidan o'tkazib olganligini, barliq o'liklarning faqat jasad ko'ydirish dafn o'rinlarining maxsus o'rinlashtirgan mashina yoki doktorxonaning 120 mashinasi to'shiydiganligini, o'lik egalarining to'shishi ma'ni qilinganligini oshkorlagan. 25 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi kengaytirilgan yig'in chaqirib, navbatdagi muhim masalalar va kelgusidagi xizmat plani to'g'risida muzokara olib borgan. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari, har qaysi davlatlardagi vakillari va Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llayotgan 75 tak ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bo'lib, jami 150 atrofida kishi qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa riyosatchilik qilgan bu yig'inda oldi bilan ijroiya raisi Ömer Qanat 2022-yili ilib berilgan xizmatlar to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan.
DOQ raisi Dolqun Aysa 2023-yilda Dunyo Uyg'ur qurultayining jiddiy ilib berishga tegishli xizmatlari to'g'risida to'xtalib, eng oxirgi nishonimiz vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish degan. 2022-yili 5-oyda Myunxenda chaqirilgan Milliy kengash bilan 11-oyda Belgiyada chaqirilgan Uyg'ur munbir yig'inida bu vaqt qilingan qarorni xalqaro matbuot bilan o'rtoqlashganligini, buni amalga oshirish uchun 2023-yilda nimalarni qilish kerakligini, birinchi bo'lib xalqimizni tarbiyalab, vatan ichidagi xalqimizga anglitolmasaqmi, vatan sirtidagi xalqimizga Xitoyning ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik bilan Xitoyning davlat terrorligini yaxshi tushundirish kerakligini, xalqimizga tarixdan savoq ilib, qaytadan Xitoyning aldam xalqisiga tushmaslik kerakligini tushundirish, Xitoyning insoniyatga, demokratiyaga, dunyo tinchligiga xavf ilib kelganligini dunyo jamoatchiligiga anglitish kerakligini ta'kidlab, 2023-yili butun dunyoga Sharq Turkistonning Xitoy tarafdan besilingan zimin ekanligini qabul qildirish uchun barliq kuch bilan tirishib, dunyoga tarixiy va qonuniy paktlar bilan unumli tushundirish, asosiy qonun loyihalarini tayyorlash kerakligini bildirgan. U yana 2023-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi faoliyatlarni kuchaytirib, 2023-yili fevral oyining oxirida 52-navbatlik kishilik huquq kengashining umumiy yig'inida bu yil sentabr oyida ochilgan 51-navbatlik kishilik huquq umumiy yig'inida rad qilingan Uyg'urlar haqidagi qaror loyihasini qayta kun tartibga ilib kelishga tirishadiganligini, uning uchun har qaysi davlatlarga bo'lgan diplomatiyalik faoliyatlarini kuchaytirib, shundaqla BDTning bizning Xitoy bilan yuzturani turib kurash qila oladigan birdan-bir xalqaroliq maydon ekanligini, shundaqla 27 davlatdan tashkil topgan Yevropa ittifoqida faoliyatlarini kuchaytirish, 57 musulmon davlatlarga bo'lgan tashviqot xizmatini kuchaytirib, bularning qo'llashini qo'lga keltirish uchun kuch chiqarish qatorliq muhim bo'lgan xizmatlarni tonishtirgan. Kengaytirilgan yig'inda Dolqun esa 2023-yillik xizmat planini o'qib o'tgandan keyin yig'in ahli xizmat planiga bo'lgan ko'z qarashlari, taklif fikrlari va qo'shiq tegishli mazmunlarni o'tirib qo'ygan. Xitoy matbuotlarining xabar qilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayon Partikom sekretari Ma Shungroy 28 dekabr kuni ochilgan doimiy hay'atlar kengaytirilgan yig'inda so'z qilib, terilg'u yerni qo'g'dab, ochliq ishlab chiqarishni oshirib, bu rayonni Xitoyning eng muhim ochliq ta'minlash bazasiga aylantirishni ta'kidlagan ekan. Ma Shungroy yig'inda yezi egilik, yezi kentlar va yezi aholisining kirimini oshirishni eng muhim xizmat qatori chon tutishni, buning uchun oldi bilan yezi egilikni zamonaviylashtirishni kuchaytirish, o'lchamlik etizlarni barpo qilishni tezlatib, mahsulot miqdorini oshirishni, atalmış Şinjanni Xitoyning eng oliy sifatli oshliq, moy, paxta, meva-cheva bazasiga aylantirishni talab qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Sharq Turkistonda yezi egilikni zamonaviylashtirib, o'lchamlik etizlarni barpo qilishda ishlab chiqarish biyontvan o'rinlari mutlaq ustunlikka ega bo'lib, dehqonlar texi yaqinqi yillargacha barcha huddigarlik yerlarda an'anaviy usulda teriqchilik qilib kelgan. Yillardan buyon davom qilayotgan keng ko'lamli tutqunda dehqonlarning huddigarlik yerlari tortib olingan yoki dehqonlar yerlarini atalmış kooperativga o'tkazib berib, maoshliq emgak kuchi bo'lishga majbur qilingan. Amerika Avam Palatasi xavfsizlik masalasini o'ylashib, hukumat aloqa vositalarida TikTok ishlatishni cheklagan. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan, dunyoda eng ko'p xaridor to'plagan ijtimoiy aloqa vositasi TikTok, Xitoydagi ismi Douyin, yillardan buyon Xitoy uchun uchur o'g'irlaydigan josuslik detali deb qaralib kelgan. Janubiy Xitoy Adiganlik pochtasi gazetining 27 dekabr kunlik xabarda aytilishicha, Amerika Avam Palatasi pat arda yo'l qo'yilgan bir qonunga asosan TikTokni Amerika hukumat o'rinlarida ishlatiladigan uskuna yoki aloqa vositalariga qarshilashni cheklagan. Avam Palatasining bosh ijroiya amaldori barliq Avam Palata a'zolari va xizmatchi xodimlarga uchur yo'llab, TikTokning xavfsizligi ig'ir tahdid ekanligini, shunga Avam Palatasi qarmog'idagi barliq uskunlardan uni o'chiritish kerakligini bildirgan. Oldingi hafta Amerikadagidan ortiq 20 shtat Xitoy hukumatining bu abdital orqali amerikaliklarni ta'qib ostiga olganligi va ular chiqargan mazmunlarni tekshiradiganligidan gumonlanib, hukumat tarmoqlaridagi kompyuterlar qachilangan TikTokni o'chirib etgan. Oldingi hafta ma'qullangan bir qonun loyihasida Amerika hukumati 2030-yil 30-sentabr kunigacha ajratilgan 1 trillion 66 milliard dollar xamchut ichida Amerika Federatsiya hukumati tarmoqidagi o'rinlarda ishlatiladigan uskunlarga TikTok ishlatishni cheklash moddasi qo'shilgan. Amerika prezidenti Joe Biden buningga qo'l qo'ygandan boshlab mazkur qonun loyihasi kuchga ega bo'ldi ekan. Xitoy harakatchan nol siyosati dekabr oyining 5-ida tuyuqsiz bekor qilingandan keyin Xitoy virusi yuqum ahvoli birdanla ig'irlashgan. Xitoy yana 2023-yil 8-yanvardan boshlab barliq chegaradan kirish chiqish cheklamasining bekor qilinganligini e'lon qilgan. Bu Amerikani o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarning diqqatini qo'zg'agan. Shundaqla Amerika, Yaponiya, Italiya qatorliq davlatlar orqa-orqadan Xitoyning sayohatchilariga qarata bir yurish Xitoy virusini tekshirish tadbirlarini qo'llanganligini e'lon qilgan.
Xitoy Kompartiyasi Davlatlik Səhiyyə Komiteti axborot e'lon qilish yig'inida yuqumning birinchi to'lqinning yuqori pallasida keng ko'lamlik ig'ir o'lim yetim ko'rilmadi degan. Chu Xuadongning oshkorlashicha, bemorlar ko'p bo'lib qolmay, ularning 80% ig'ir kasal bo'lib, doktorxonada odam kuchi kamchil bo'lib qolmay, asbob va uskunlarning ig'ir darajada kamchil ekanligini, o'zining 30 yillik doktorlik hayotida misli ko'rilmagan xirslarga duch kelganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda yuqumdagi ig'ir kasallik bemorlarning soni to'g'risidagi haqiqatni oshkorlagan. Yaponiyalik kartonist Tomomi Shimizuning lager shoid Qalbinur Sidiqning kechmishlari tasvirlangan "Mening hayotimda yuz bergan ishlar" nomli tez sezmalari yaqinda karton film qilib ishlangan. Mazkur karton film 28-dekabr kuni YouTube tor orqali tarqatilgan bo'lib, Qalbinur Sidiqning hayoti va lagerda o'qituvchilik qilish jarayoni, chet elga chiqqandan keyin lagerni oshkorlash yo'lidagi tirishchanliklari nihoyat ta'sirli holda bayon qilingan. Karton filmda Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar, lagerlar ichidagi qo'rqinchli realliklar ro'shan yo'ritib berilgan. Tomomi Shimizu xonimning Uyg'urlarning lagerdagi qo'rqinchli hayoti tema qilingan tunji asari bu davlatning nomini hech kim ig'izga olmaydi. Buningdan 2 yil burun e'lon qilingan edi. O mening hayotimda yuz bergan ishlar nomli chatma karton asarlarini lager shoidi Mehrigul Tursunning hikoyasidan boshlagan. Keyin Gulbahor Jelilova, Sayragul Savutbay qatorliq yig'ilish lagerlaridan hayot qutulib chiqqan sanoqli shoidlar orqali davom qilib, Uyg'urlarning bugungi irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan tragediyalik realligini obrazli holda yo'ritib bergan.